Hammaga salom, sizlar bilan do'stlar, qanday qilib Instagramda Premiere yoqishni sizlar bilan bugungi videoroligimizda ko'rib chiqamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, sababi siz tekinga Premiere yoqib olishingiz mumkin. Sababi 1000 ta podpischi yutib olishingiz mumkin. Podpiska tugmasining ustiga bosasiz, like ni ustiga bosib, nechanchi bo'lib like bosganingizni kommentariyaga yozib qoldirasiz. Biz keyingi videoroligimizda sizlarga tekinga 1000 tadan obunachi uramiz va sizlarda Premiere yoqadi. Videoni biz boshladik. Do'stlar, hozirda Instagram cheklovlari sababli akkauntingizda 1000 ta obunachi bo'lmasa, sizlarda jonli efir tugmachasi o'chib qolgan. Shuni qanday qilib biz yoqishimiz mumkin? Bitta dona yo'li bor. Obunachini sun'iy yokida tabiiy ravishda ko'paytirish bilan, ya'ni nakrutka qilish. Akkauntingizda 1000 tadan oshiq obunachi bo'lsa, siz bemalol mana bu plusni bosib turib, mana pastda ko'rgan bo'lsangiz, efir tugmachasi yonib turibdi. Bizda 133 ming ta. Kirib turib, like, podpiska, obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Instagramda ham yangi reelslar chiqa boshlaydi. Qanday qilib ko'paytirishingiz mumkin? Birinchi yo'li, Telegramga kirib olamiz. Telegram manzili kommentariyada va video opisiyanasida bo'ladi. Telegramga kirib olib turib, mana bu yerda adminga bog'lanib turib, siz ishonchli, sifatli nakrutkani urib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta 100% ishonchli, isbotlari ham juda ham ko'p. Bemalol adminga bog'lanib olishingiz mumkin. Sizlar adminga yozishda bitta narsaga e'tibor bo'ling. Primoy efirim o'chib qolgan yoki o'chiq. Shuni qanday qilib ko'paytirsam bo'ladi yoki o'shani ko'paytiraman deb yozsangiz, sizlarga narxlari bilan, skidkalari bilan qilib berishadi. Agar sizda Premiere yoniq yoki shunchaki obunachi ko'paytirish maqsadi bo'lsa, o'shanaqa deb yozsangiz, ikki xil bor, jonli efir yoki shunchaki deb yozsangiz, sizlarga admin bog'lanib turib, hammasini 100% ishonchli, sifatli va akkauntingizga hech qanday ziyoni yo'q, spam va ban yeyish ehtimoli 0 ga teng. Va akkauntingizni nabarot topga chiqarish ehtimoli yuqori bo'ladi. Sizlar bemalol mana shu ishonchli foydalanuvchi olishingiz Instagramda bemalol jonli efir qilishingiz mumkin bo'ladi. Xohlagan boshqa joylardan nakrutka urib yoki o'zingiz harakat qilib ko'rsangiz, prosta akkauntingizga ziyon va Premiere efir yonsa ham faqatgina o'zingiz uchun, boshqa obunachilar yoki hamma uchun ochiq bo'lmaydi. Faqatgina o'zingiz aldagan bo'lasiz. Shunday qilib o'rganib olgan bo'lsangiz, birinchisi kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga yozib, bemalol adminga yozib turib, bog'lanib turib, Premiere efirni qaytadan yoqib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha do'stlar.